Ertadan boshlab bolalar bog'chaga boradi. 2 ta idish oldim. 25.700 dan 200.000 atrofida bo'ladi. Endi suv idish, qoshiq bilan bitta vilka olishim kerak. Dahshat qimmat. Trubchkasi borligini olish kerak ularga. Shuni oldim. Ikkalasiga. Eng arzoni mana shu ekan. 3.000 ancha ekan. Qolganlari 13.900 shunaqa bo'lyapti. Idishi bori kerak bizga. Rosa 3.000 ekan, o'ylanib qoldim. Shuni o'zi 1 millionga bo'lib qoldi. Bolalar idishi juda qimmat. Buni ham chiroyli ko'rmay ekan. Mana bular 16.000, 100.000 oshiq degani. Brendlik uchun mana bu qanchaga 20.000 ga 200.000 yaqin ekan. Turmi? Eng arzoni mana bu. Turmi. Ishlari qimmat. Bitta donasi 50.000 ga yaqin. Temirlik. Ham sovunlar donalab sotadi. Bittasi 1.100 so'm ekan. Hidi zo'r. Hidi chiqib turibdi. Kiyimlar ham sotyapti. 1.900 so'm ekan. Sifati yaxshi bo'lsa kerak. Yoki qishga aralash. Dahshat sovuq. Bozorlik bo'ldim. 130.000 bo'ldi. Xudoy. Mosha o'tsa ham sovuq bor. Qor yog'ishini maydalab yog'yapti. Sovuq.